Xayrli kech do'stlar. Trendda bo'lgan mango bir morojinosini yeylik deb bir niyat qilib qo'yibmiz biz. Qolib ketmaylik xalqdan. Eldan qolmash kerak deydi-yu. Do'st reklamasi chiroyli bo'ldi. Ko'ramsiz qanaqa bo'ldi. Qanday chiroyli qilib ochsagan, o'zi shunday ham chiroyli ochilar ekan. Sizlar qo'ymadingmi? Bularni bari o'zbekchalik. Mana. Ko'rinishi yomon emas. Mana o'g'lim ham yegani keldi. Chista mangoni ta'mi deyishgan. Qani bitta ko'rchi. Bismillahirrohmanirrohim. Hamma. Yeb ko'rchi. Shokolad. Shunaqa mazgina. Nasifallaydi. Lekin ta'muncha bilmayapman, rosti bir oydan beri, 1,5 oy bo'ldi shekilli. Чисто mango. Zamorоженный mango de. Ustida qanaqadir glazurni shokolad qilgan. Прикольно endi, nima deydi? Ja oxirida video olayotgan bo'lsa ham, trenddan chiqib ketgan bo'lsa ham, ta'mi zo'r ekan. Narxi 9000. Ha, Muhammad? Narxi qancha ekan o'g'lim? 9000 dan Tin degan do'konda. Yana bitta yangilik, Tin degan do'kon ko'rmaganim shu kungacha. Ishoninglar, Dubayga yoki Saudiyaga tushgandek bo'ldim, chunki o'sha taraflarda shunaqa targ'ib sentr rivojlangan. Tovarlar soni juda ko'p, assortiment. Yerlarda, yo'laklarda qo'yib tashlaydi. Aksiyalarda vobshe chiroyli, rosa yoqdi. Agar kim Emiratlarda bo'lgan bo'lsa, Lulu Market bo'ladi. Juda o'xshatdim. Marketingga kim qarasa mana marhamat. Vobshe dahshat. Tin degan do'kon. Atmet qilib qo'yaman, обязательно boringlar. O'sha yerda ko'p skidka bo'lar ekan. Bu marojnalar, shunaqa eksklyuzivniy tovarlar bo'ladi-yu, обязательно borib o'sha yerdan xarid qilish kerak. Endi xudo xolasa oilalar katta chiqsa, borib faqat o'sha yerdan bozor qilamiz, nasib.